Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Furqat tumaniga o'rnatib berdik. Bu darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozalarimiz shtampovka bosmarisdan o'rnatib berdik. Tepalarga kazirovlari bilan lazerli, leksanli qilib berildi. Ko'rishingiz mumkin. Eshikchasiga ham mana xudo xolasa kazirogi bilan bo'ldi. Bu darvozamiz razmeri balandligi 4 metr, eniga 325 ga bo'ldi. Eshikchasi bo'lib 95 ga 2,5 bo'ldi. Mana bu nimalarimizga, kaziroklarimizga baho berib qo'yasizlar. Juda ajoyib bo'ldi. Xudo xolasa leksanli nima kazirovlarimiz kvadrat metri 550 ming so'm, 600 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz kvadrat metrini. Kimgaki shunday narsalar qiziq bo'lsa, albatta bemalol bexijolat telefon qilaverasizlar. Har doim siz xohlagan usulda qilib berilaveradi, xudo xolasa. Darvozamiz shtampovkali, stoykasi 8 ga 8 lik, taglari shivillerdan bo'ldi, 8 lik shivillar. Bunda eshigi yo'q, eshigi yonida. Tepalarni ochiq qilib berdik, ochiq qilib berdik. Kimgaki yopib bersa, yopib berilaveradi, xudo xolasa. Mana bu eshikchasi. Buni profillari 1.7 lik stenada bo'ldi. Akkuratli bo'ldi. Mana bu orqa tomonlari mana. Mana bu joylar oddiygina bo'ldi. Juda yengil. Xolasa. Azizlar, kimgaki shuni darvozalar bir qavatli shtampovkali yoki 2 qavatli darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Mana bunaqa lazerli kaziroklar yoki arkali oddiy tununkali kaziroklar kerak bo'lsa yoki naveslar kerak bo'lsa, albatta xizmatingizdamiz. Bexijolat, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.